Mahorat. Robert Greene. 7-qism. 6-bob. Ichki sezimni aql-idrok bilan birlashtiring. Mahorat. Hammamiz dunyoni ko'proq ko'rish, o'zgarishlarni oldindan bilish hamda har qanday vaziyatga tez va to'g'ri javob berish imkonini beradigan aql-zakovatning yuqori darajalaridan foydalanish huquqiga egamiz. Bunday aql-zakovatni o'rganayotgan sohamizga to'liq sho'ng'ish, yondashuvimiz boshqalarga qanchalik noan'anaviy bo'lib ko'rinmasin, o'z moyilliklarimizga sodiq qolish orqali rivojlantiramiz. Ko'p yillar davomida sohaga jadal sho'ng'ish orqali uning murakkab tarkibiy qismlarini o'zlashtiramiz va sabqi tabiiy bilan his eta boshlaymiz. Ushbu ichki sezimni aqliy jarayonlar bilan birlashtirganimizda ongimizni imkoniyatlarimizning ichki chegarasiga qadar kengaytiramiz va hayotning sirli mohiyatini ko'ra olamiz. Shunda hayvonlarning instinktiv kuchi va tezligiga tenglasha oladigan, lekin insoniy ong qo'shimcha imkoniyatlar bilan taqdim etadigan kuchga ega bo'lamiz. Miyamiz aynan shu kuchga erishish uchun moslashgan. Moyilliklarimiz ortidan oxirigacha boradigan bo'lsak, zakovatning bunday turiga tabiiy erishamiz. 3-transformatsiya. Yozuvchi Marsel Prust 1871-1922-yillarda yashagan. Uning taqdiri tug'ilgan paytidanoq peshonasiga yozilgandek edi. U nihoyatda kichik va zaif tug'ilgan. 2 hafta davomida o'lim yoqasida bo'lgan, lekin yashab ketgan. Bolaligida tez-tez qaytalanadigan kasalliklari tufayli oylab to'shakka mixlanib qolardi. 9 yoshida unda birinchi astma xuruji kuzatildi va nobud bo'lishiga sal qoldi. Onasi Janna doimo uning sog'lig'idan qayg'urib, Marselga parvona bo'lar va sog'ayishi uchun muntazam shahardan tashqariga olib chiqardi. Aynan shunday sayohatlarda uning hayotini belgilab bergan kelajak qiyofasi shakllandi. Ko'pincha yolg'izligidan bolada mutolaaga ishtiyoq uyg'ondi. U tarix haqida o'qishni yoqtirar va barcha turdagi adabiyotlarga sho'ng'ib ketardi. Bolakay uchun asosiy jismoniy mashq shahar tashqarisida uzoq piyoda sayr qilish edi va bu paytda atrofdagi ayrim manzaralar uni o'ziga maftun qilib qo'yardi. Marsel to'xtab, gullayotgan olma yoki do'lana g'unchasiga yoxud boshqa bir antiqaroq o'simlikka soatlab tikilardi. Saf tortib borayotgan chumolilar yoki to'rt o'qiyotgan o'rgimchaklar uning uchun ajoyib tomosha edi. Tez orada o'qiydigan kitoblari qatoriga u botanika va entomologiyaga oid asarlarni ham qo'shdi. Shu o'rinda izoh: entomologiya zoologiyaning hasharotlarni o'rganadigan bo'limi. Hayotining ushbu davrida doimo yonida bo'lgani uchunmi, Marselning onasiga mehri tez orada hech qanday chegara bilmay qoldi. Ona bola juda o'xshash, hatto san'atga qiziqishi ham bir xil edi. Bola onasidan uzoqda bir kundan ortiq qola olmas, bir necha soatga ajralib qolganda esa cheksiz maktublar yozardi. 1886-yilda hayotini butunlay o'zgartirgan kitobni o'qidi. Bu normallarning Angliyani zabt etish haqidagi tarixiy asari bo'lib, uni Augustin Terry yozgandi. Voqealar shunchalik yorqin tasvirlangandiki, Marsel o'tmishga tushib qolgandek bo'ldi. Yozuvchi inson tabiatining ayrim abadiy qonuniyatlariga ishora qilgan va buni asarda yoritib bergandi. Shu kabi yana boshqa qonuniyatlarni kashf etish imkoniyatini o'ylab, Marselning boshi hayajondan aylanib ketdi. Entomologlar hasharotlarning xulq-atvorini boshqaradigan yashirin tamoyillarni kashf qila olardi. Yozuvchi ham odamlar va ularning murakkab tabiati bilan shunday qila oladimi? Terryning tarixni jonlantirish qobiliyatidan hayratga tushgan Marsel, yozuvchi bo'lish va inson tabiati qonunlariga oydinlik kiritish o'zining hayotiy vazifasi bo'lishini darhol sezdi. U ko'p yasholmasligini his etib, jarayonni tezlashtirish va yozish qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishga majbur bo'ladi. O'zi yashayotgan shahar, ya'ni Parijdagi maktabda Marsel g'alatiligi bilan sinfdoshlarini lol qoldirardi. U shunchalik ko'p kitob o'qiganidan boshi g'oyalarga to'lib toshgandi. Bir suhbatning o'zida tarix, qadimgi Rim adabiyoti, asarlarning ijtimoiy hayoti haqida gapira olardi. U o'tmish va hozirni aralashtirib yuborar, Rim yozuvchisi haqida go'yo tirik odamdek yoki o'z do'stini xuddi tarixiy qahramondek tasvirlardi. Keyinroq bir do'sti pashshaning ko'ziga qiyoslagan katta-katta ko'zlari suhbatdoshining ich-ichiga kirib borayotgandek tuyulardi. Do'stlariga yozgan maktublarida Marsel ularning his-tuyg'ulari
va asabiylashtirgan muammolarini juda aniqlik bilan tahlil qila olardi. Lekin keyin e'tiborni o'ziga qaratib, shaxsiy zaif tomonlarini shafqatsizlarcha fosh etardi. Yolg'iz qolishga moyilligiga qaramay, nihoyatda kirishimli va maftunkor odam edi. U qanday xushomad qilishni va odamlarning ishonchini qozonishni bilardi. Hech kim uni to'liq tushuna olmas va kelajakda bunday antiqa odamni nima kutayotganini bilmasdi. 1887-yilda Marsel 37 yoshli Laura Heyman ismli kurtizankani uchratdi. U ko'plab boshqa ayollar qatori amakisining xushdori edi. Shunday bo'lsa-da, ayol bir lahzada uning ishtiyoqini uyg'otdi. Laura xuddi romandagi qahramonlarga o'xshardi. Uning kiyimlari, noz karashmasi, erkaklar ustidan hukmronligi Prustni hayratga soldi. Yigit Laurani qiziqarli suhbatlari va xushmuomalaligi bilan maftun etib qo'ydi va ular tezda yaqin do'stlarga aylanishdi. Fransiyada azaldan salonlar an'anasi, hamfikrlar adabiy va falsafiy g'oyalarni muhokama qiladigan uchrashuvlar mavjud edi. Ko'p hollarda bunday salonlarni ayollar boshqargan va bekaning ijtimoiy mavqeiga qarab, ularga taniqli rassomlar, mutafakkirlar hamda siyosatchilarni jalb etishi mumkin bo'lardi. Lauraning ham yomon nom chiqargan saloni bo'lib, u yerga rassomlar, muhtojlikda kun kechiruvchi ziyolilar, aktyor va aktrisalar tez-tez borib turardi. Tez orada Marsel salonning muntazam mehmoniga aylandi. Fransuz jamiyatining yuqori tabaqalaridagi ijtimoiy hayot unga cheksiz maftunkor bo'lib ko'rindi. Bu nozik belgilarga to'la dunyo edi. Kechaga taklif qilish yoki kechki ovqat stolidagi o'tirgan joyi odamning mavqeini, martaba pog'onasida ko'tarilib yoki pasayib borayotganini ko'rsatardi. Kiyim-kechak, imo-ishoralar va suhbatdagi ba'zi iboralar odamlarning cheksiz tanqidiga va muhokamasiga olib kelardi. Prust bu olamni tadqiq qilish va uning barcha nozik tomonlarini o'rganishni xohladi. Ilgari tarix va adabiyotga qaratilgan e'tiborini endi yuqori tabaqalar dunyosiga yo'naltirdi. U boshqa salonlarga ham amallab yo'l topdi va tez orada kiborlar orasiga aralasha boshladi. Marsel yozuvchi bo'lishga qat'iy qaror qilgan, lekin hali nima haqida yozmoqchi ekanini bilmas va bundan juda xavotirga tushgandi. Endi esa savoliga javob topildi. Bu ijtimoiy dunyo uning uchun chumolilar uyasi bo'lib, uni entomolog kabi ayovsiz tahlil qiladi. Shu maqsadda u romanlari uchun qahramonlarni yig'a boshladi. Bunday qahramonlardan biri shoir, estet va taniqli dekadent graf Robert de Montesquieu edi. Yana bir qahramon Charles Haas kiborlar jamiyatidagi oliftalik timsoli va san'at asarlarining tajribali kolleksioneri edi. Lekin bu odam quyi tabaqadagi ayollarga oshiq bo'lmay tura olmasdi. Prust bu personajlarni o'rgandi. Ularning gapirish uslubiga diqqat bilan quloq soldi. O'zini tutishini kuzatdi va daftarlarida ularni kichik adabiy chizmalarda jonlantirishga harakat qildi. Marsel yozishda taqlid ustasi edi. U yozgan hamma narsa haqiqiy, o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki boshdan kechirgan voqealar bo'lishi kerak edi. Aks holda yozganlari jonsizdek chiqardi. Biroq yaqin shaxsiy munosabatlardan qo'rquv unga muammo tug'dirdi. Erkaklarga ham, ayollarga ham mayli bo'lgan holda har qanday yaqin jismoniy va hissiy munosabatlarga kelganda masofa saqlashga urinardi. Bu unga romantika va sevgi haqida ich-ichidan yozishga to'sqinlik qildi. Shu sababli keyinchalik o'ziga yaxshi xizmat qilgan amaliyotni ishlab chiqdi. Agar biror ayolni yoqtirib qolsa, u bilan unashtirilgan yigit yoki oshig'i bilan do'stlashar va ishonchiga kirardi. So'ng ulardan munosabatlarining eng yashirin tafsilotlarini so'rab olardi. Juda aqlli psixolog bo'lgani uchun ajoyib maslahatlar bera olardi. Keyinroq xayolida ishqiy munosabatlarni to'liq qayta tiklar, undagi avj va pasayish, rashk tuyg'ularini xuddi o'zida sodir bo'lgandek chuqur his qila olardi. U ikkala jins vakillaridan ham xuddi shunday usulda ma'lumot yig'ardi. Taniqli shifokor bo'lgan ota o'g'lining kelajagidan umidsizlana boshladi. Marsel tuni bilan ziyofatlarda bo'lar, ertalabga yaqin qaytib, kun bo'yi uxlardi. Yuqori tabaqaga teng kelish uchun juda ko'p pul sarflardi. Unda hech qanday intizom va biror kasbga chinakam intilish yo'qdek edi. Otasi o'g'lining omadsiz odamga aylanib, yaqinlariga doimiy yuk bo'lishidan qo'rqardi. Chunki Marselning sog'lig'ida muammo bor. Qolaversa, u onasining erkatoyi edi. Shuning uchun Marselni biron kasb bilan shug'ullanishga undadi. O'g'il qo'ldan kelganicha otasini tinchlantirdi. Bir kuni huquqshunoslikka o'qishini aytdi.
Ertasi kuni esa kutubxonachi bo'lib ishga kirishini gapirdi. Lekin aslida u borini o'zining birinchi kitobi Safoliy kunlarni nashr etishga tikkandi. Bu Marsel kirib borgan jamiyat haqidagi hikoya va xomaki mashqlar to'plami edi. U ham Teriga o'xshab o'zi yashayotgan jamiyatni asarda jonlantiradi. Kitob muvaffaqiyatli chiqsa, u otasi va boshqa barcha shubhalanuvchilarni o'z tomoniga og'diradi. Shuning uchun va asar shunchaki kitobdan-da kattaroq narsaga aylanishini ta'minlash maqsadida Safoliy kunlarda Marsel do'stlashgan kibor xonimning chiroyli suratlari joylanadi va asar eng yaxshi qog'ozga bosib chiqariladi. Ko'plab kechikishlardan so'ng kitob nihoyat 1896-yilda nashr etildi. Garchi yozilgan taqrizlarning aksariyati ijobiy bo'lsa-da, ular asarni ma'lum darajada yuzaki degan ma'noda nozik va nafis deb ta'riflashda davom etishdi. Bundan-da tashvishlisi, kitob deyarli sotilmadi. Chop etilgan xarajatlarni hisobga olganda, bu ulkan moliyaviy muvaffaqiyatsizlik edi. Omma tasavvurida Marsel Prust haqida mustahkam fikr paydo bo'ldi. O'zi bilgan yagona olam haqida yozadigan bashang olifta, tajribasiz yosh yigit va adabiyot bilan ermak uchun shug'ullanadigan kirishimli odam. Bu sharmandalik edi va Marselni tushkunlikka tushirdi. Biron kasbning boshini tutish haqidagi oilaviy bosim endi yanada kuchaydi. Hamon o'z qobiliyatiga ishongan Marsel vaziyatdan chiqishning yagona yo'li boshqa roman yozish degan qarorga keldi. Ammo yangi roman Safoliy kunlarning aksi bo'lishi kerak. U birinchi kitobga qaraganda ancha uzunroq va salmoqliroq bo'ladi. Unda muallif bolalik xotiralari va o'zi guvoh bo'lgan so'nggi ijtimoiy voqealarni birlashtiradi. Unda barcha sinflarga mansub odamlarning hayoti va Fransiya tarixining butun bir davri tasvirlanadi. Bu asarni yuzaki deb bo'lmaydi, lekin roman kattalashib borgani sari Marsel uni qanday qilib mantiqiy bog'langan, hatto hikoyaga o'xshash narsaga aylantirishni bila olmay qoldi. Ulkan ambitsiyasida u o'zini yo'qotib qo'ydi va allaqachon yuzlab sahifalar yozganiga qaramay, 1899-yil oxiriga kelib bu loyihadan voz kechdi. Prust tobora ko'proq tushkunlikka tushib, umidsizlana boshladi. U salonlardan va boylar bilan muloqotdan charchagandi. Na kasbi, na tayanishi mumkin bo'lgan mavqei bor edi. Yoshi 30 ga yaqinlashgan bo'lsa-da, hanuz ota-onasining uyida moliyaviy jihatdan ularga qaram bo'lib yashardi. U bir necha yil ichida o'limga mahkumligiga ishonib, doim sog'lig'idan xavotirlandi. Maktabdagi eski do'stlari jamiyatning taniqli a'zolariga aylangani, oila qurgani haqidagi hikoyalarni har kuni eshitardi. Shu tomonlarni o'ylarkan, u o'zini butkul muvaffaqiyatsiz his qildi. Shu paytgacha erishganlari yuqori tabaqa haqida gazetalarda yozgan bir nechta maqolasi va uni Parij masxarabozga aylantirgan kitobi edi. Suyanishi mumkin bo'lgan yagona narsa onasining tuganmas mehri edi xolos. Umidsizlik avjiga chiqqan paytda xayoliga bir fikr keldi. Bir necha yil davomida u angliyalik san'atshunos va mutafakkir John Ruskinning asarlarini maroq bilan o'qib kelayotgandi. Ingliz tilini o'rganadi va Ruskin asarlarini fransuzchaga o'giradi. Bu Ruskin ixtisoslashgan turli mavzular, masalan, arxitekturadagi gotika uslubi bo'yicha yillab ilmiy izlanishlar olib borishni talab qilardi. Buni o'rganishga esa butun vaqtini sarflashi va roman yozish haqidagi har qanday fikrlarni bir chetga surib qo'yishi kerak bo'lardi. Biroq bu ota-onasiga uning tirikchilik bilan shug'ullanishga jiddiy yondashgani, kasb tanlaganini ko'rsatadi. Prust so'nggi umidi sifatida ko'rgan shu ishga bor kuchini sarfladi. Bir necha yillik mashaqqatli mehnatdan so'ng u tarjima qilgan Ruskinning bir qancha asarlari chop etildi va katta muvaffaqiyat qozondi. Tarjimalar bilan birga chop etilgan so'zboshi va esselari Safoliy kunlar kitobi chiqqandan beri uni ta'qib qilib kelayotgan bekorchi havaskor obrazini butunlay o'chirib tashladi. Endi uni jiddiy olim deb hisoblay boshlashdi. Tarjima tufayli u shaxsiy yozish uslubini ham sayqalladi. Ruskin asarlarini o'zlashtirish orqali endi mazmundor va puxta esselar yoza olardi. Nihoyat u o'zini intizomga o'rgatdi. Bu esa kelajakka poydevor edi. Biroq bu kamtarona muvaffaqiyat o'rtasida uni ma'nan qo'llab-quvvatlab turgan tizim birdan zaiflashdi. Keyin yo'qoldi. 1903-yilda otasi vafot etdi. Oradan 2 yil o'tib, bu yo'qotishdan o'ziga kela olmay, onasi ham olamdan o'tdi. Ular bir-biridan deyarli hech qachon ajralmagan va Marsel bolalik paytidan
onasining o'limidan qo'rqardi. U o'zini butkul yolg'iz his qildi va yashashidan hech qanday ma'no qolmagandek bo'ldi. Keyingi oylarda u asta-sekin jamiyatdan uzoqlashdi. Shu paytgacha yashagan hayotini sarhisob qilarkan, oz bo'lsa-da o'ziga umid baxsh etgan qonuniyatni payqadi. U jismonan zaifligini o'rnini bosish uchun kitob o'qishni boshlagandi va natijada o'zining hayotiy vazifasini topdi. So'nggi 20 yil davomida u fransuz jamiyati haqida juda ulkan bilim to'plagandi. Miyasiga aql bovar qilmas darajada xilma-xil haqiqiy qahramonlarni jamlagan. Ular barcha tur va sinflarga mansub edi. U minglab sahifalar, jumladan muvaffaqiyatsizlikka uchragan romani, gazetalar uchun qisqa hikoyalar va turli esseylar yozgandi. Ryoskinga ustozi sifatida qarab, uning asarlarini tarjima qilish davomida o'zida tartib-intizom va ayrim tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirgandi. U hayotni barchamiz asta-sekin yashash tarzini o'rganadigan shogirdlik davriga qiyoslardi. Ba'zilar belgilarni o'qishni va shogirdlik davri saboqlariga e'tibor berishni o'rganadi. Shu yo'l bilan o'zini rivojlantiradi. Kimdir esa bunday qilmaydi. Marsel yozish va inson tabiati bo'yicha 20 yillik murakkab shogirdlik davrini bosib o'tgan. Bu uni tubdan o'zgartirgandi. Jisman sog'lom emasligi va muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, hech qachon taslim bo'lmadi. Bu nimanidir, ehtimol o'ziga xos taqdirni anglatishi kerak edi. U muvaffaqiyatsizliklardan qanday foydalanishni bilsa, ularning barchasi qandaydir maqsadga xizmat qiladi degan xulosaga keldi. Marselning vaqti behuda ketmagandi. Endi u bilimlarning barchasini amalda qo'llashi kerak edi. Bu esa oxiriga yetkaza olmagan romaniga qaytishini anglatardi. Roman nima haqida bo'lishi, uning syujeti va hikoya qiluvchining ovozi haqida hali ham tasavvuri yo'q edi. Hamma material uning miyasida edi. Yolg'izlikda onasi, bolaligi yoki yoshligini ortga qaytara olmagan bo'lsa, endi ularni shu yerda, kvartirasidagi o'zi bekinib o'tirgan xonada qandaydir tarzda yaxlit qayta tiklaydi. Asosiysi ishga kirishish. Undan nimadir chiqadi. 1908-yilning kuzida u maktab paytlarida ishlatganlariga o'xshash o'nlab daftar sotib oldi va ularni yozuvlar bilan to'ldira boshladi. U estetikaga oid esseylar, personajlarning xomaki tasvirlari, eslashga urinayotgan bolalik xotiralarini yozdi. Bu jarayonga chuqurroq kirib borarkan, u ichidagi o'zgarishlarni his qildi. Nimadir ishga tushdi. Ichida qandaydir ovoz paydo bo'ldi. U qayerdan kelganini o'zi ham bilmasdi. Bu endilikda hikoyachiga aylanuvchi o'z ovozi edi. U tashvishli va asabiy tarzda onasiga haddan tashqari bog'lanib qolgan, o'z shaxsiyatini yarata olmaydigan yigit haqida yozadi. Yigit yozuvchi bo'lgisi kelayotganini sezadi, lekin nima haqida yozishni bilmaydi. Ulg'ayib borgani sari u ikki xil ijtimoiy doirani, muhtojlikda kun kechiruvchi ziyolilar va katta yer egalari bo'lgan zodagonlar olamini tadqiq etadi. Yo'lida uchragan turli odamlarni tahlil qiladi. Ularning yuzaki ijtimoiy shaxsiyati ortida yashiringan fe'l atvori mohiyatiga kirib boradi. Sevgi bobida bir necha bor muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Ularda haddan tashqari rashkdan aziyat chekadi. Ko'plab sarguzashtlar va hayoti davomida o'zini ta'qib qilib boruvchi muvaffaqiyatsizlik tuyg'usidan so'ng roman oxirida u nima yozmoqchi ekanini tushunadi. Bu kitobxon o'qiyotgan asar bo'lib chiqadi. Proust romaniga zavol topgan vaqt izidan deb nom berishga qaror qildi va umuman olganda kitob o'z hayotining katta qismini yoritadi. Unda o'zi duch kelgan odamlar haqida aytib beradi. Faqat ularning ismlari o'zgacha bo'ladi. Hikoya davomida u o'zi tug'ilgan paytdan boshlab roman yozilgunigacha bo'lgan vaqt davomidagi Fransiya tarixini qamrab oladi. Bu jamiyatning yaxlit portreti bo'ladi. U uyadagi barcha chumolilarning xulq-atvorini tartibga soluvchi qonunlarini ochib beradigan entomologga aylanadi. Endi uni tashvishga solayotgan yagona narsa sog'lig'i edi. Uning oldida juda ulkan vazifa turardi. Buni amalga oshirishga umri yetarmikan? Bir necha yillar ichida kitobning Svan bo'ylab deb nomlangan birinchi qismini tamomladi. Asar 1913-yilda nashr etildi va o'ta ijobiy fikrlar bildirildi. Hech kim hech qachon bunga o'xshash romanni o'qimagandi. Proust qisman roman, qisman esseydan iborat o'z janrini yaratganga o'xshardi. Biroq adib kitobning ikkinchi yarmi uchun rejalar tuzayotgan paytda Birinchi jahon urushi boshlandi va nashriyot biznesi deyarli to'xtab qoldi. Proust roman ustida tinimsiz ishlashda davom etardi,
Lekin shu vaqtda g'alati narsa yuz berdi. Kitobning hajmi va ko'lami oshib borib, jild ortidan boshqa jild paydo bo'la boshladi. Bunga qisman uning ish uslubi ham sabab bo'lgandi. Yillar davomida u minglab hikoyalar, qahramonlar, hayot saboqlari, psixologiya qonunlarini to'plagan bo'lib, endi mozaika bo'laklari kabi ularni asta-sekin romaniga birlashtirdi. U kitob oxirini ko'ra olmasdi. Asar hajmi o'sib borgani sari birdaniga boshqacha ko'rinish oldi. Real hayot va roman bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketdi. Masalan, unga boy oilaning qizi bo'lgan yangi qahramon kerak bo'lsa, Prus uning ekvivalentini jamiyatdan qidirib topar, uni o'rganishi mumkin bo'lgan bal va kechalarda qatnashardi. Shu tarzda yangi qahramon xonim ishlatgan iboralar kitobdan joy olardi. Bir oqshom teatrda do'stlari uchun bir nechta lojani oldindan band qildi. Ushbu lojalarga Prust o'z qahramonlari uchun asos qilib olgan haqiqiy odamlarni to'pladi. Keyinroq ular birgalikda kechki ovqatga borishdi. U esa dasturxon atrofida kimyogar kabi ko'z oldida turgan kitobning turli elementlarini kuzatishi mumkin edi. Albatta, ularning hech biri nima ro'y berayotganini bilmasdi. Uning uchun hamma narsa materialga aylandi. Nafaqat o'tmish, balki hozirgi voqealar va uchrashuvlar birdan yangi g'oya yoki yo'nalish berardi. Bolaligida o'zi shaydo bo'lgan noyob o'simlik va gullar haqida yozmoqchi bo'lsa, shahardan tashqariga chiqib ketib, soatlab tabiatni tomosha qilardi. Prus ularning noyobligi mohiyati va nimasi o'ziga jalb etganini tushunishga urinardi. O'z tuyg'ularini shu yo'sinda o'quvchiga yetkazib bera oldi. Kitobning hajmi va qizg'inligi ortib borgani sari Prust o'zi tasvirlagan ijtimoiy dunyo ichida jonlanganini his qildi. Ichidan his etgan sari esa hissiyotlari tobora osonlik bilan chiqa boshladi. Prust ushbu tuyg'uni izohlash uchun metafora ham o'ylab topdi va romanga kiritdi. U xuddi to'rda o'tirgan o'rgimchakka o'xshab zig'ircha tebranishlarni his qilar, uni o'zi yaratgan va o'zlashtirgan dunyo kabi yaxshi bilardi. Urushdan keyin ham Prustning kitobi jildma-jild nashr etildi. Tanqidchilar asarning chuqurligi va kengligidan butunlay hayratda qolishdi. U butun boshli dunyoni yaratdi, to'g'rirog'i qayta yaratdi. Biroq bu shunchaki realistik roman emas edi. Asarning aksariyat qismida san'at, psixologiya, xotira sirlari va miyaning ishlashi haqidagi munozaralar ham o'rin olgandi. Prust o'z psixologiyasiga shu qadar chuqur sho'ng'ib ketdiki, xotira va ong osti darajasi haqida mo'jizaviy darajada aniq kashfiyotlar qildi. Jildlarni varaqlagan kitobxonlar uning dunyosida yashayotgani va voqealarni boshdan kechirayotganini his qilar, hikoyachining fikrlari esa o'z fikrlariga aylanardi. Ular o'rtasidagi chegaralar yo'qolardi. Bu hayotning o'ziga o'xshash sehrli ta'siri edi. Oxirgi jildni tamomlashga urinayotgan payti, ya'ni hikoyachi nihoyat kitobxon o'qiyotgan romanni yozayotgani oshkor bo'ladigan joyga yetganda Prust shosha boshladi. U quvvati kamayib, o'limi yaqinlashayotganini his qilardi. Yangi voqeaga shaxsan guvoh bo'lganda chop etish jarayonini to'xtatar va noshirlardan bu voqealarni kitobga kiritishni talab qilardi. Endi u o'lim yoqasida turganini his qilib, yordamchi ayoldan so'nggi fikrlarni yozib olishini so'radi. Prust nihoyat o'lish qanday bo'lishini his qilgandi. Natijada kitobdagi o'limoldi sahnasini qayta yozishiga to'g'ri keldi. Avvalgisi psixologik nuqtai nazardan yetarlicha real emasdi. Adib 7 jildning to'liq chop etilganini ko'rmay, 2 kundan keyin vafot etdi. Mahorat kalitlari. Oshpazning Lord Venhoe uchun buqa go'shtini nimtalayotgandi. Bu juda ajoyib-ku, dedi Lord Venhoe. Qanchalar yuksak mahoratga erishibsan-a? Oshpazning pichog'ini qo'ydi va javob berdi. Men uchun mohirlik bilan cheklanmaydigan yo'l Dao qiziq. Go'sht nimtalashni boshlaganimda faqat buqaning o'zini ko'rardim. 3 yil o'tgach, u ko'z o'ngimda yo'qoldi. Hozir esa shu ruhda boryapman va unga ko'zim bilan qaramayman. Idrok va tushunish to'xtadi. Ruh esa o'zi istagancha harakat qilishiga izn beraman. Zhuangzi, qadimgi Xitoy faylasufi, eramizdan avvalgi 4-asr. Tarixdagi inson faoliyatining barcha shakllaridagi mohirlar o'z sohasiga ko'p yillarni bag'ishlagandan so'ng to'satdan fikri oydinlashib, aqliy qobiliyati yuksalganini his etgani haqida takror va takror o'qiganmiz. Buyuk grossmeyster Bobby Fischer shaxmat taxtasidagi donalar harakatidan ko'ra ko'proq narsalarni o'ylay olishi haqida gapirgan.
Ma'lum vaqtdan so'ng u o'yinning butun yo'nalishini taxmin qilish imkonini beruvchi kuch maydonlarini ko'ra olardi. Pianinochi Glenn Gould o'zi ijro etayotgan musiqaning notalari yoki qismlariga e'tibor qaratishiga hojat qolmagandi. Buning o'rniga asarning yaxlit arxitekturasini ko'rar va uni ifoda eta olardi. Albert Einstein to'satdan ichki sezim bilan his etgan vizual tasvir orqali nafaqat muammo yechimini, balki borliqni ko'rishning mutlaqo yangi usulini ham anglab yetgan. Ixtirochi Thomas Edison butun shaharni elektr nuri bilan yoritish haqidagi tasavvuri haqida gapirgan. Bu murakkab tizim unga birgina tasvir orqali uzatilgan. Ushbu misollarning barchasida turli ko'nikmalarga ega mutaxassislar ko'proq narsalarni ko'rish hissini tasvirlashgan. Ular to'satdan butun vaziyatni tasvir, g'oya yoki ularning uyg'un birikmasi orqali tushuna olishgan. Ular bu qobiliyatni savqi tabiiy yoki oson his etish sifatida boshdan kechirishgan. Bunday aql-zakovat bizga beradigan kuch va uni egallagan mohirlarning madaniyatga qo'shgan ulkan hissasini hisobga olsak, ulkan darajadagi savqi tabiiy son-sanoqsiz kitoblar hamda munozaralar mavzusi bo'ladi. U bilan birga uchraydigan fikrlash tarzi esa barchamiz intilishimiz kerak bo'lgan idealga aylanardi deb o'ylash mantiqan to'g'ri. Ammo eng qizig'i, vaziyat umuman bunday emas. Aql idrokning bu shakli yo e'tibordan chetda qolib, ilohiyot va okkultizm kabi tushuntirib bo'lmaydigan sohalarga tashlab qo'yiladi yoki daholik va genetikaga bog'lanadi. Ba'zilar hatto bunday kuch borligini inkor etadi. Ularning fikricha, mohirlar tajribalarini bo'rttirib yuboradi va ular ichki sezim qobiliyati deb nomlagan narsa oddiy fikrlashning kuchli bilimga asoslangan, kengaytirilgan shaklidan boshqa narsa emas. Bunday umumiy nazarga ilmaslikning sababi oddiy. Biz fikrlash va idrokning faqat bitta shaklini, ya'ni ratsionallikni tan olamiz. Ratsional fikrlash tabiatan qadam-baqadamdir. Biz A hodisani ko'ramiz. Uning sababi B ekanini aniqlaymiz va ehtimol S reaksiyani oldindan sezamiz. Ratsional fikrlashning barcha ko'rinishlarida qandaydir xulosa yoki javobga erishish uchun qilingan turli qadamlarni qayta qurishimiz mumkin. Fikrlashning bu shakli juda samarali va bizga katta imkoniyatlar bergan. Uni atrofimizdagi olamni tushunish va uni boshqarishda yordam berish uchun ishlab chiqqanmiz. Odamlar javob topish uchun bosib o'tadigan ratsional tahlil jarayonini o'rganish va tekshirib ko'rish mumkin. Shuning uchun ham biz uni juda qadrlaymiz. Formulaga aylantirish yoki aniq so'zlar bilan tasvirlash mumkin bo'lgan narsalarni afzal ko'ramiz. Ammo turli mohirlar muhokama qilgan ichki sezim turlarini formula darajasigacha qisqartirish hamda natijaga erishish uchun ular tashlagan qadamlarni qayta tiklashning iloji yo'q. Albert Einsteinning ongiga kirib, u nisbiylik tabiatini birdan anglaganini his eta olmaymiz. Faqat ratsional fikrlashnigina aql idrokning yagona qonuniy shakli sifatida tan olganimiz uchun bunday ko'proq narsalarni ko'rish hissi aslida ratsional fikrlashning tezroq amalga oshadigan ko'rinishi yoki shunchaki tabiat mo'jizasi deb o'ylaymiz. Muammo shundaki, mahoratning eng oliy belgisi bo'lmish yuqori darajadagi ichki sezim ratsionallikdan sifat jihatidan farq qiladigan, lekin undan ham aniqroq va o'tkirroq bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. U voqelikning chuqurroq qismlariga kirib bora oladi va aql idrokning chinakam ko'rinishi hisoblanadi. Ammo uni tushunish uchun o'zgacha yondashish kerak. Buni anglagach, ichki sezimni mo'jizaviy emas, balki insoniy va hamma erisha oladigan kuch sifatida ko'ra boshlaymiz. Keling, fikrlashning ushbu shaklini tushunish uchun u bilimning ikki xil ko'rinishi, tabiiy fanlar va harbiy sohada qanday ishlashini sinab ko'raylik. Ma'lum bir hayvonni tushunish uchun uni o'rganishimiz kerak bo'lsa, odatda tahlilimizni bir necha qismlarga ajratib olamiz. U boshqa hayvonlardan farqli ravishda o'z muhitiga qanday moslashganini ko'rish uchun turli organlari, miyasi va anatomiyasini o'rganamiz. Uning xulq-atvori, ozuqani qanday topishi va juftlashish taomilini kuzatishimiz mumkin. Jonivorning ekotizimdagi vazifasini aniqlaymiz. Shu yo'l bilan jonivorni har tomondan tushuntirib beruvchi aniq tasvirni yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Harbiy sohada ham shunga o'xshash jarayonni bosib o'tardik. Uni qismlarga, ya'ni dala manyovrlari, qurol aslahalar, logistika va strategiyaga bo'lamiz. Ushbu mavzularni yaxshi o'rgangandan so'ng
jang natijalarini tahlil qilamiz va bir nechta qiziq xulosalarni chiqara olamiz. Yoki biroz amaliy tajriba orttirgach, qo'shinni jangga olib kirib, muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin. Biroq bunday tahlillarni qancha ko'p o'tkazmaylik, baribir nimadir yetishmaydi. Hayvon shunchaki qismlarini joy-joyiga qo'yish orqali tushunish mumkin bo'lgan a'zolar yig'indisi emas. Uning xatti-harakatida ulkan rol o'ynaydigan tajribasi va hissiyotlari bor. Lekin biz ularni ko'rmaymiz yoki o'lchay olmaymiz. Uning atrof muhit bilan aloqalari o'ziga xos va juda murakkab. Agar ushbu munosabatni qismlarga ajratsak, ularning ko'rinishi buziladi. Hayvonning atrof muhit bilan doimiy o'zgarib turadigan va keng o'lchamli o'zaro ta'siri ham ko'zimizga ko'rinmaydi. Harbiy sharoitda urush boshlanishi bilan urush tumani deb ataladigan holatga tushib qolamiz. U ikki qarama-qarshi kuch o'zaro to'qnashganda paydo bo'ladigan va oldindan aytib bo'lmaydigan elementdir. Bir tomon ikkinchisining harakatiga javob qaytargani va kutilmagan hodisalar aralashgani sababli vaziyat doimo o'zgarib turadi. Real vaqtdagi bunday jangda interfaol, o'zgaruvchi element mavjud bo'lib, uni shunchaki qismlar yoki oddiy tahlil darajasigacha qisqartirib bo'lmaydi. U ko'rish va o'lchash mumkin bo'lgan narsa emas. Hayvonning butun tajribasini tashkil etuvchi va jangni o'zgaruvchan hamda organik hodisaga aylantiradigan ushbu ko'rinmas elementni turli nomlar bilan atash mumkin. Buni juda yaxshi tushungan qadimgi xitoyliklarda u Dao yoki yo'l nomi bilan atalgan. Butun dunyodagi hamma narsadan o'rin olgan. Ular orasidagi munosabatlar bilan birlashib ketgan ushbu yo'l pazandalikmi, durodgorlikmi, xoh harbiy soha yoki falsafa bo'lsin, o'z ishining ustasiga ko'rinadi. Biz o'rganadigan yoki bajaradigan har bir narsani muqarrar boshqaradigan ushbu hayotiy kuchni dinamika deb atashimiz mumkin. U narsalar yaxlit holatda qanday ishlashi va munosabatlar ichkaridan qanday rivojlanishini ifodalaydi. Bu shaxmat taxtasidagi donalar harakati emas, balki o'yinchilar psixologiyasi, ularning real vaqtdagi strategiyalari, hozirgi qarorlarga ta'sir qiluvchi o'tmishdagi tajribalari, o'tirgan stullarining qulayligi, quvvati, o'zaro qanday ta'sir qilishi kabi jihatlardan iborat butun o'yin. Bir so'z bilan aytganda, bir vaqtning o'zida o'yinga ta'sir qiladigan hamma jihatlardir. Ma'lum bir sohaga uzoq vaqt davomida jadal sho'ng'ish orqali mohirlar o'zlari o'rganayotgan narsaning barcha qismlarini tushunadi. Soha qismlarini o'zlashtirgach, ular shu darajaga erishadiki, endi yaxlit butunlikni ichki sezim bilan sezadi. Ular dinamikani tom ma'noda ko'radi yoki his qiladi. Bunga tabiiy fanlar bo'yicha Sharqiy Afrikaning yovvoyi o'rmonlarida shimpanzelarni o'rgangan va ular orasida yashagan Jane Goodallni misol qilish mumkin. Doimiy ular orasida bo'lish orqali Jane shimpanzelar kabi o'ylay boshladi. Natijada shimpanzelar ijtimoiy hayotining boshqa hech bir olim tushunmagan elementlarini ko'ra oldi. Goodall ularning nafaqat alohida jonzot sifatida, balki guruh bo'lib qanday ishlashini ichki sezim bilan his qila boshladi. Guruhda ishlash shimpanzelar hayotining ajralmas bo'lagi edi. Olima ularning ijtimoiy hayoti haqida kashfiyotlar qilib, ushbu jonivor haqidagi tasavvurlarimizni tubdan o'zgartirdi. Kashfiyotlar chuqur ichki sezimga asoslangani uning ilmiylik darajasini kamaytirmadi. Harbiy sohada buyuk nemis generali Erwin Rommelni misol sifatida ko'rsatishimiz mumkin. U janglar tarixida qayd etilgan ichki sezgining eng oliy shakli sohibi hisoblanadi. Rommel dushman qayerga zarba berishini aniq sezar va rejalarni barbod qilardi. U dushman mudofaa chizig'ining eng zaif nuqtasiga hujum qilishi mumkin edi. Go'yo uning orqa tomonni ko'radigan ko'zi va kelajakni bashorat qilish salohiyati bordek tuyulardi. Bularning barchasini u Shimoliy Afrika cho'llarida mahalliy hudud haqida aniq tasavvur olishning deyarli imkoni bo'lmagan joyda amalga oshirdi. Biroq Rommeldagi qobiliyatning okkultizmga aloqasi yo'q edi. Shunchaki jangning barcha jihatlari haqida boshqa generallarga qaraganda uning bilimi ancha chuqur edi. Rommel muntazam o'z samolyotida cho'l uzra parvoz qilar va qush uchadigan balandlikdan hudud haqida tasavvur olardi. Mutaxassisligi bo'yicha u mexanik edi. Shuning uchun o'z tanklari va ular nimaga qodirligini yaxshi bilardi. Rommel dushman qo'shini va uning qo'mondonlari psixologiyasini chuqur o'rgangan. Deyarli barcha askarlari bilan muloqot qilar va ular bilan qayergacha bora olishini aniq his etardi.
Nimani o'rganmasin, ishga aql bovar qilmas shiddat bilan chuqur kirishardi. Barcha tafsilotlarni o'zlashtirgach esa shu darajaga yetdi. Barcha ma'lumotlar miyasida birlashib, unga umumiy manzara hissi va ushbu interfaol dinamikani his etish imkonini berdi. Butun manzarani ichki sezim bilan tushunish va dinamikani his qilish qobiliyati shunchaki vaqt masalasidir. Taxminan 10,000 soatlik amaliyotdan so'ng miya tom ma'noda o'zgarishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Biz aytayotgan qobiliyatlar taxminan 20,000 soat yoki undan ko'proq amaliyotdan keyin sodir bo'lgan o'zgarishlar natijasi deya taxmin qilish mumkin. Bunchalik ko'p amaliyot va tajriba natijasida miyada turli bilim shakllari o'rtasida har xil aloqalar shakllanadi. Shunday qilib, mohirlar hamma narsani qanday qilib organik tarzda o'zaro ta'sirlanishini sezadi va qonuniyat yoki yechimlarni bir zumda topa oladi. Fikrlashning bunday o'zgaruvchan shakli bosqichma-bosqich jarayon natijasida ro'y bermaydi. Aksincha, u miya turli bilim shakllari o'rtasida to'satdan aloqa o'rnatgani sababli uchqun va g'oya ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu esa bizni dinamikani real vaqtda his qilishga majburlaydi. Ba'zi odamlar bunday sezimlar bosqichma-bosqich ishlaydi, lekin fikrlovchi buni sezmay qoladigan darajada tez sodir bo'ladi deb tasavvur qilishni ma'qul ko'radi. Bunday fikr ongning barcha shakllarini bir xil ratsional fikrlash darajasiga tushirish istagidan kelib chiqadi. Ammo oddiy nisbiylik nazariyasi kabi kashfiyot misolida olib qarasak, hatto Albert Einsteinning o'zi ham vaqtning nisbiyligini tushunishga olib kelgan qadamlarni ortga qarab qayta tiklay olmagan bo'lsa, nega bunday qadamlar borligini tasavvur qilish kerak? Biz ushbu mohirlarning tajribasi va tavsiflariga ishonishimiz lozim. Ularning barchasi o'z-o'zini anglash va tahlil qilish qobiliyati yuqori bo'lgan odamlardir. Biroq mohirlar shunchaki o'zlarining ichki sezgisiga ergashadi va ratsional fikrlash doirasidan chiqadi deb hisoblash noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, ular aql idrokning ushbu yuksak shakliga mashaqqatli mehnat, chuqur bilim va tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish orqali erishadi. Ikkinchidan, ular bu ichki sezim yoki chuqur anglashni boshdan kechirganda uni doimo yuqori darajadagi fikr va mulohaza chig'irig'idan o'tkazadi. Ilm fanda ichki sezimni tekshirib ko'rish uchun oylab va hatto yillab vaqt sarflash kerak bo'ladi. San'at olamida ular o'zlariga sezgi asosida kelgan g'oyalarga ishlov berishi va ularni ratsional tarzda shakllantirishi zarur. Buni tasavvur qilishimiz qiyin. Chunki biz ichki sezim va ratsionallikni bir-birini inkor qiluvchi tushunchalar deb bilamiz. Lekin aslida bunday yuqori darajada ular o'zaro uyg'un holda ishlaydi. Mohirlarning fikrlashini ichki sezim boshqaradi. U esa e'tiborni kuchli va ratsional tarzda bir nuqtaga qaratishdan kelib chiqadi. Ular o'zaro birlashib ketadi. Garchi mahorat va ushbu ichki sezimga ergashishda vaqt hal qiluvchi omil bo'lsa-da, biz aytayotgan vaqt neytral yoki shunchaki miqdoriy emas. 16 yoshli Einsteinning 1 soat fikrlashi o'rtacha o'quvchining fizika bo'yicha masala yechish uchun sarflagan 1 soatiga teng emas. Biror fanni shunchaki 20 yil o'rganish bilan odam mohir bo'lib qolmaydi. Mahoratga olib boradigan vaqtning miqdori e'tiborimizning shiddatiga bog'liq. Shunday qilib, aql zakovatning yuqoriroq darajasiga erishishning kaliti o'qish yillarimizni sifat jihatidan boyitishdir. Ma'lumotni shunchaki o'zlashtirmaymiz, balki uni odatga aylantiramiz va amalda qo'llash yo'lini topish orqali o'zimizniki qilamiz. Biz o'rganayotgan turli elementlar o'rtasidagi aloqalar shogirdlik davrida idrok qilish mumkin bo'lgan yashirin qonuniyatlarni qidiramiz. Biror to'siq yoki muvaffaqiyatsizlikka duch kelsak, buni tezda esdan chiqarmaymiz. Chunki ular o'zimiz haqimizdagi fikrimizga putur yetkazadi. Buning o'rniga ular haqida chuqur mulohaza yuritamiz. Qayerda xatoga yo'l qo'yganimizni tushunishga, ularda qandaydir qonuniyat bor yoki yo'qligini aniqlashga harakat qilamiz. Olg'a siljirkamiz, avval qabul qilgan ayrim faraz va taomillardan shubhalanamiz. Tez orada tajriba o'tkazishni boshlaymiz va tobora faollashamiz. Mahoratga eltuvchi yo'lning barcha bosqichlarida shiddat bilan hujum qilamiz. Har bir daqiqa, har bir tajriba biz uchun chuqur saboqlardan iborat. Biz shunchaki ko'r-ko'rona harakat qilmasdan doimo hushyor bo'lamiz. Mahoratga erishish uchun vaqtdan shu tarzda foydalanishga Marcel Proust eng yorqin misol bo'la oladi. Uning buyuk romani
zavol topgan vaqt izidan aynan shu mavzuga bag'ishlangan. Yo'qolgan so'zi fransuz tilida perdu so'zi bilan ifoda etilib, u behuda sarflangan degan ma'noni ham anglatadi. Prustni yoshligida tanigan ko'pchilik, hatto o'zi ham u qachondir mahoratga erishishini xayoliga ham keltirmagan. Chunki bir qarashda juda ko'p qimmatli vaqtini behuda sarflayotgandek tuyulardi. Uning qiladigan ishi kitob o'qish, sayr qilish, cheksiz xatlar yozish, ziyofatlarga borish, kunduzi uxlash va kiborlar uchun ko'ngilochar maqolalar yozishdan iboratdek edi. Nihoyat, Ryoskin asarlarini tarjima qilishga kirishganida aql bovar qilmas darajada ko'p vaqt sarfladi va yozuvchi tasvirlagan joylar bo'ylab sayohat qilishdek ahamiyatsiz tuyulgan ishlar bilan shug'ullandi. Boshqa hech bir tarjimon bunday qilishni o'ylamagan bo'lardi. Prustning o'zi yoshligida vaqtini behuda sarflagani va hayotda juda oz narsaga erishgani haqida tinmay nolirdi. Lekin bu shikoyatlarni jiddiy qabul qilib bo'lmaydi. Chunki u hech qachon taslim bo'lmagan. Jismonan zaifligi va tushkunlik xurujlariga qaramay, u yangi intilishlarni sinab ko'rishda, bilimlarini kengaytirishda davom etdi. U charchoq bilmas va tirishqoq edi. Bunday o'ziga ishonchsizlik lahzalari Prust uchun o'zini olg'a undash va vaqti kam qolganini eslatish usuli edi. U taqdiri, o'zining boshqachaligidan maqsad asarlari orqali amalga oshirishi kerak bo'lgan narsalarni chuqur anglagan. Ushbu 20 yilni oddiy inson hayotidan sifat jihatidan ajratib turadigan narsa undagi e'tiborning qizg'inligi edi. U kitoblarni shunchaki o'qimadi, ularni qismlarga ajratdi, sinchkovlik bilan tahlil qildi va hayotida qo'llash uchun qimmatli saboqlar oldi. Mutolaa orqali uning miyasiga turli uslublar kirib bordi. Bu esa shaxsiy uslubini ham boyitdi. U shunchaki muloqot qilmadi, balki odamlarni ich-ichdan tushunishga va ularning yashirin niyatlarini ochishga harakat qildi. Prust insonlar psixologiyasini shunchaki tahlil qilmadi, balki o'zidagi ongning turli darajalariga imkon qadar chuqur kirib bordi. Bu unga neurologiyadagi ko'plab kashfiyotlardan oldin xotira qanday ishlashi haqidagi tushunchalarni rivojlantirish imkonini berdi. U shunchaki tarjima qilmadi, balki Ryoskinning ongiga kirib borishga urindi. Oxir-oqibat u hatto onasining o'limidan ham o'z rivojlanishini kuchaytirishda foydalandi. Onasidan ayrilgach, ruhiy tushkunlikda o'zi uchun yozishi va bo'lajak kitobida o'rtalaridagi his-tuyg'uni qayta tiklash yo'lini topishi kerak edi. U keyinroq boshidan o'tkazgan barcha kechmishlarini bamisoli yerga qadalgan urug'ga o'xshatdi. Romanni yozishni boshlaganda esa o'zi ko'p yillar oldin ildiz otgan o'simliklarni parvarish qilayotgan bog'bon kabi edi. Shaxsiy sa'y-harakatlari bilan u o'zini shogirddan yetuk yozuvchi va tarjimonga, keyin esa nima haqida yozish, qaysi ovoz bilan hikoya qilish hamda mavzuga qanday yondashishni biladigan romannavisga aylantirdi. Romanni yoza boshlaganidan ma'lum vaqt o'tgach, Prust 3-transformatsiyani boshdan kechirdi. Xotira va g'oyalar ongida to'lib tosha boshladi. Hatto kitob kengayib borganda ham asarning umumiy shakli va ko'plab mozaika qismlari o'rtasidagi munosabatni ichki sezgi bilan tutib tura oldi. Ushbu ulkan romandagi jonli, nafas oladigan dinamika endilikda Prustning ichida to'liq jonlangandi. U qahramonlari va o'zi yozayotgan butun fransuz jamiyatining ichida edi. Eng muhimi, u hikoyachining to'liq ichida edi. Uning romanda biz tom ma'noda boshqa odamning fikrlari va his-tuyg'ularini ichkaridan his qilayotganga o'xshaymiz. U bu ta'sirga qariyb 30 yillik uzluksiz mehnat va tahlil natijasida shakllantirgan ichki sezim qobiliyatlari yordamida erishdi. Prust singari siz ham o'zingizda taqdir hissini saqlashingiz va unga doimiy bog'liqlikni tuyishingiz kerak. Sizdagi o'ziga xoslikning ham ma'nosi bor. Yo'lingizdagi har bir to'siq, muvaffaqiyatsizlik yoki qiyinchilikni sinov sifatida qabul qilishingiz zarur. Ular xuddi biz parvarish qilish uchun ekadigan urug'ga o'xshaydi. Faqat ularni qanday o'stirishni bilishingiz zarur. Har bir tajribadagi saboqqa e'tibor qaratib o'rgansangiz, vaqtingizning biror lahzasi behuda ketmaydi. Mayllaringizga mos keladigan soha bilan doimiy shug'ullanib, unga turli tomondan yondashsangiz, sepilgan urug'lar ildiz otish uchun tuproqni boyitgan bo'lasiz. Ehtimol ayni damda bu jarayonni ko'rmassiz, lekin u baribir ro'y beradi.
Hech qachon hayotiy amalingiz bilan aloqani yo'qotmaslik orqali o'zingiz bilmagan holda to'g'ri qarorlarni qabul qilasiz. Vaqt o'tishi bilan mahorat o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Biz aytayotgan yuqori darajadagi ichki sezim qobiliyatlarning ildizi ongli mavjudot sifatida rivojlanishimizga borib taqaladi. Bu ildizlarning evolyutsion maqsadi borligini tushunish o'ta foydali va bugungi davrimiz uchun juda dolzarbdir. Mohirona ichki sezim ildizlari. Deyarli barcha hayvonlar uchun tezlik omon qolishning muhim omili. Yirtqichdan qochish yoki o'limni bir necha soniya hal etishi mumkin. Bunday tezlikka erishish uchun organizmlar murakkab instinktlarni ishlab chiqqan. Instinktiv javob tezkor bo'lib, odatda uni ma'lum sabablar qo'zg'atadi. Ba'zi organizmlarning sharoitga shunchalik nozik moslashgan instinktlari bo'ladiki, go'yo ular mo'jizaviy kuchga egadek tuyuladi. Masalan, qum arilarini olaylik. Urg'ochi qum arisi o'z qurbonlari, ya'ni o'rgimchaklar, qo'ng'iz va qurtlarni aniq joyini falaj qilish, lekin o'ldirmaslik uchun ajablanarli darajada tezlik bilan chaqadi. So'ng u falajlangan tanaga tuxum qo'yadi va lichinkalarni bir necha kun davomida oziqlanishi mumkin bo'lgan yangi go'sht bilan ta'minlaydi. Har bir qurbondagi nish uriladigan nuqtalar turlicha. Masalan, qurtni falajlash uchun ari uning 3 ta alohida joyini chaqish kerak. Bu juda nozik jarayon bo'lgani uchun ba'zida qum arisi adashadi va o'ljasini o'ldiradi. Lekin umuman olganda uning muvaffaqiyat darajasi naslining omon qolishini ta'minlash uchun yetarlicha yuqori. Jarayonda qurbon turini aniqlash va nayza sanchish uchun aniq nuqtani belgilashga vaqt yo'q. Go'yo ari turli qurbonlarining asab markazlarini sezib, ularni ichidan his qiladigandek bir zumda sodir bo'ladi. Ibtidoiy ajdodlarimizda ham o'ziga xos instinktlar bo'lgan. Ularning aksariyati hozirgacha ichimizda ko'milgan holda qolmoqda. Lekin ajdodlarimiz mulohaza yuritish qobiliyatini asta-sekin rivojlantirib borarkan, o'zlarini bevosita atrof muhitdan ajratishi va instinktga kamroq tayanishlari kerak bo'lgan. O'zlari ta'qib qilayotgan hayvonlar xulq-atvoridagi qonuniyatlarni payqash uchun ajdodlarimiz ularni bir qarashda yaqqol ko'rinmagan boshqa harakatlar bilan bog'lashi kerak edi. Oziq-ovqat manbalarini topish yoki uzoq masofalarni piyoda bosib o'tish borasida ham xuddi shunday hisob-kitoblarni amalga oshirishlari kerak bo'lgan. O'zini atrof muhitdan ajratish va qonuniyatlarni ko'rish qobiliyati tufayli ular ulkan aqliy kuchga ega bo'lishgan. Biroq bunday taraqqiyot ham katta xavfni yuzaga keltirdi. Qayta ishlashi kerak bo'lgan ma'lumotlar hajmi ortgani uchun miyaning hodisalarga javob qaytarish tezligi pasaydi. Yoqimsiz yoki kutilmagan oqibatlarni bartaraf etish qobiliyati bo'lmaganida bunday suslik bizning tur sifatida halokatimizni anglatishi mumkin edi. Bu qobiliyatni esa inson miyasi rivojlantirgan. Yillar davomida muayyan hayvonlar va atrof muhitni kuzatish ajdodlarimizga olamni barcha murakkabliklari bilan his etish imkonini bergan. Turli hayvonlarning xulq-atvorini anglagan holda ular yirtqichlar qayerdan hujum qilishini oldindan bilishi yoki o'lja qayerda bo'lishini sezishi mumkin edi. Ular o'zlari yurgan uzoq masofalarni shunchalik yaxshi o'rganib olishganidan hisob-kitoblarsiz ham tez va samarali bosib o'ta olishgan. Boshqacha aytganda, ular ichki sezimning ibtidoiy shaklini hosil qilishgan. Doimiy tajriba va amaliyot tufayli ajdodlarimiz yo'qotilgan tezlikni qisman tiklashgan. Ular instinktiv emas, balki intuitiv javob qaytarish imkoniga ega bo'lgan. Bu darajada ichki sezim instinktdan kuchliroq bo'lgan. Chunki u aniq vaziyat yoki signalga bog'liq emas. Aksincha, uni faoliyatining kengroq doirasiga tatbiq etish mumkin edi. Ajdodlarimizning miyasi u paytda hali til orqali yoki katta jamoalarda yashash murakkabligi tufayli yuzaga kelgan ulkan hajmdagi axborot bilan to'lmagan. Atrof muhit bilan shu tariqa bevosita aloqada bo'lish orqali ular bir necha yil ichida ichki sezim tuyg'usini rivojlantirishi mumkin edi. Biroq biz yashayotgan ancha murakkab muhitda bu jarayon 15-20 yil davom etishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, bizdagi yuqori darajali ichki sezim ildizlari uning ibtidoiy shakllariga borib taqaladi. Ichki sezgi, u xoh ibtidoiy, xoh yuqori darajali bo'lsin, asosan xotiraga tayanadi. Har qanday ma'lumotni qabul qilganimizda, uni miyaning xotira tarmoqlariga joylashtiramiz. Bu tarmoqlar barqarorligi va davomiyligi takrorlash,
tajriba qizg'inligi va unga qanchalik chuqur e'tibor berishimizga bog'liq. Agar chet tili darslarida so'zlarni e'tiborsiz tinglayotgan bo'lsak, uni biror darajada eslab qolishimiz dargumon. Lekin shu tilda gaplashadigan mamlakatda bo'lsak, ma'lum bir vaziyatda ular takrorlanganini eshitamiz va ko'proq e'tibor beramiz. Chunki shunga majburmiz. Natijada ularning xotiradagi izi ancha barqaror bo'ladi. Psixolog Kenneth Bowers ishlab chiqqan modelga ko'ra, har safar muammoga duch kelganimizda, ya'ni kimningdir yuzini tanish yoki biron so'z yo iborani eslash kerak bo'lganda, javob izlash jarayoni ma'lum yo'llarga yo'naltiriladi va miyadagi xotira tarmoqlari faollashadi. Bularning barchasi ong osti darajasida sodir bo'ladi. Muayyan tarmoq yetarli darajada faollashganda, biz to'satdan o'sha odamning ismini yoki mos keladigan iborani topamiz. Bular ichki sezimning quyi shakli bo'lib, uni kundalik hayotda kuzatish mumkin. Inson yuzini tanib, uning ismini eslashga olib kelgan qadamlarni qayta tiklay olmaymiz. Yillar davomida ma'lum bir mavzu yoki sohani o'rganadigan odamlar shunchalik ko'p tarmoq va xotira yo'llarini rivojlantiradiki, ularning miyasi doimo turli ma'lumotlar bo'laklari orasidagi aloqalarni qidiradi, kashf etadi. Yuqori darajadagi muammoga duch kelganda, qidiruv ong osti darajasidagi yuzlab yo'nalishda davom etadi. Miya javob qayerda bo'lishi mumkinligini ichki sezim bilan sezadi. Barcha turdagi tarmoqlar faollashadi. G'oyalar va yechimlar to'satdan yuzaga chiqadi. Eng samarali va to'g'ri keladiganlari xotirada qoladi va ularga amal qilinadi. Javob bosqichma-bosqich jarayon orqali mulohaza qilinmaydi. Buning o'rniga u ong darajasiga darhol qalqib chiqadi. Singib ketgan son-sanoqsiz tajribalar va xotira tarmoqlari mohirlar miyasiga borliq hissi va o'lchamiga, dinamikasiga ega keng qamrovli maydonni tadqiq etish imkonini beradi. Grossmeyster Bobby Fischer kabi odamlarda o'xshash vaziyatlarni bir necha marta boshdan kechirgani, turli raqiblarning harakatlari va javoblariga guvoh bo'lgani xotirasida kuchli iz qoldiradi. U haddan tashqari ko'p miqdordagi o'yin kombinatsiyalarini o'zlashtirgan. Fischerdagi rivojlanishning ma'lum bosqichida bu xotiralarning barchasi o'yinning umumiy dinamikasini his qilishga birlashdi. U endi shaxmat taxtasidagi oddiy harakatlarni ko'rmadi va bu vaziyatda avval qanday javob qaytarganini eslamadi. Aksincha, u butun doskani qamrab olgan kuch maydonlari kabi namoyon bo'lgan potensial yurishlarning uzun ketma-ketligini ko'rar va eslay olardi. O'yinni bunday his qila olish bilan u raqiblarini ular vaziyatni anglashidan ancha oldin tuzoqqa tushirishi va qum arisi kabi tez va aniq mag'lub etishi mumkin edi. Harbiy sohada, sport yoki vaqt muhim bo'lgan raqobatning har qanday boshqa shaklida mohirlarning ichki sezimga asoslangan qarorlari eng yaxshi javobni topish uchun tarkibiy qismlarni tahlil qilishga qaraganda ancha samarali bo'ladi. Bunda qisqa vaqt ichida ko'rib chiqish kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ko'p. Garchi ichki sezim kuchi dastlab u olib kelgan tezlik uchun rivojlantirilgan bo'lsa-da, u ilm-fan, san'at yoki murakkab elementlari bor va vaqt unchalik muhim bo'lmagan har qanday sohada qo'llash mumkin bo'lgan narsaga aylangan. Ushbu yuqori darajadagi ichki sezim har qanday ko'nikma singari amaliyot va tajribani talab qiladi. Avvaliga zaifligidan unga e'tibor bermaymiz va ishonmaymiz. Barcha mohirlar bu hodisani tilga olgan. Biroq ma'lum vaqtdan so'ng ular miyaga tez keladigan ushbu g'oyalarni payqay boshladi. Ularni amalda qo'llash va to'g'riligini tekshirishni o'rganadi. Ichki sezimlarning ba'zilari hech nimaga olib bormaydi. Boshqalari esa ajoyib g'oyalarga sabab bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan mohirlar bunday yuqori darajadagi ichki sezimga tobora ko'proq murojaat qilish mumkinligini payqaydi. Endi sezimlarning o'zi ham miyaning turli joylarida paydo bo'la boshlaydi. Fikrlashning bunday darajasiga muntazam kirib borish orqali mohirlar uni o'z tafakkurining oqilona shakllari bilan teranroq birlashtirishi mumkin. Tushuning, aql-idrokning ushbu intuitiv shakli bizga murakkab axborot qatlamlarini qayta ishlash va yaxlit tasavvur olishda yordam berish uchun yaratilgan. Bugungi dunyoda bunday fikrlash darajasiga erishish zarurati har qachongidan ham dolzarb. Har qanday kasb yo'ldan borish qiyin va bu o'ta sabr-toqatli bo'lish, intizomni rivojlantirishni talab qiladi. O'zlashtirishimiz kerak bo'lgan elementlar shunchalik ko'pki,
bu odamni qo'rqitishi mumkin. Biz sohaning texnik tomonlari, ijtimoiy va siyosiy o'yin qoidalari, ishimizga jamoatchilik munosabati hamda sohamizning doimiy o'zgaruvchan manzarasi bilan ishlashni o'rganishimiz kerak. Shusiz ham ulkan vazifaga biz foydalana oladigan va doim xabardor bo'lishimiz kerak bo'lgan juda ko'p axborot hajmini qo'shadigan bo'lsak, barchasiga imkoniyatimiz yetmaydigandek tuyuladi. Bunday murakkablikka duch kelganimizda ko'pchiligimizni hatto nimadir qilishga urinib ko'rmasdan sarosima bosadi. Haddan tashqari qizg'in bunday muhitda tobora ko'proq odam o'yindan chiqqisi keladi. Ular yengillik va qulaylikni afzal ko'ra boshlaydi. Ko'proq voqelikning soddalashtirilgan shakllariga hamda an'anaviy fikrlash usullariga tayanadi. Tez va oson bilim taklif qiladigan jozibali formulalar qurboniga aylanadi. Bunday odamlarda vaqt hamda barqaror menini talab qiladigan ko'nikmalarni rivojlantirishga qiziqish yo'qoladi. Ko'nikmani o'rganishning dastlabki bosqichlarida chaqqon bo'lolmayotganimizni aniq sezganimiz o'zimizga ishonchimizni pasaytirishi mumkin. Bunday odamlar dunyoni qoralaydi va muammolarda boshqalarni ayblaydi. Ular o'yindan chiqish uchun siyosiy bahonalar topadi. Aslida esa ular shunchaki muammoning murakkabligini ko'tara olmaydi. Ruhiy hayotini soddalashtirish maqsadida ular o'zlarini voqelikdan uzadi va millionlab yillar davomida inson miyasi shakllantirgan barcha kuchlarni yo'qqa chiqaradi. Oddiy va oson narsaga intilish barchamizga o'zimiz bilmagan yo'llar bilan yuqadi. Yagona yechim quyidagicha: murakkab yoki tartibsiz tuyuladigan nimagadir duch kelganimizda his etadigan xavotirni tinchlantirishni o'rganishimiz zarur. Shogirdlikdan mahoratgacha bo'lgan sayohatimizda bizdan talab qilinadigan turli qism va ko'nikmalarni toqat bilan o'rganishimiz, lekin hech qachon juda uzoqni ko'zlamasligimiz kerak. Inqirozdek tuyulgan paytlarda xotirjamlikni saqlash va hissiyotlarga o'ta erk bermaslikka odatlanishimiz lozim. Vaziyat murakkab bo'lsa va boshqalar oddiy oson yechimlar yoki an'anaviy javoblarni qidirsa, biz bu vasvasaga o'jarlik bilan qarshi turamiz. Negativ qobiliyatimizni va qaysidir darajada chetlashishni saqlaymiz. Shu yo'l bilan betartib lahzalarga bag'rikeng bo'lish, hatto ulardan lazzatlanishni boshlaymiz va o'zimizni bir nechta imkoniyatlar yoki yechimlar bilan ishlashga tayyorlaymiz. Natijada tartibsiz davrlar uchun muhim bo'lgan xavotirlarimizni yengishni o'rganamiz. O'z-o'zimizni nazorat qilish bilan birga kuchliroq xotirani rivojlantirish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz kerak. U texnologiyaga yo'nalgan muhitimizdagi eng muhim ko'nikmalardan biridir. Texnologiya oldimizga qo'yadigan muammo shundan iboratki, u ixtiyorimizdagi ma'lumotlar hajmini oshiradi, lekin xotiramizning axborotni eslab qolish qobiliyatini asta-sekin susaytiradi. Ilgari miyani mashq qildirgan vazifalar, telefon raqamlarini eslab qolish, oddiy hisob-kitoblarni bajarish, mo'ljal olish va shahar ko'chalarini eslab qolishni endi texnologik qurilmalar bajarmoqda. Natijada har qanday mushak kabi miya ham ishlatilmaganidan lanj bo'lib qoladi. Buning oldini olish uchun bo'sh vaqtimizni shunchaki o'yin-kulgi va chalg'ituvchi narsalarga sarflamasligimiz kerak. Qiziqarli, shu bilan birga xotirani va miya moslashuvchanligini kuchaytiradigan biror sevimli mashg'ulot, o'yin, musiqa asbobi, chet tilini o'rganish bilan shug'ullanishimiz lozim. Katta hajmdagi ma'lumotlarni shu yo'l bilan xavotir yoki zo'riqishlarsiz qayta ishlashni o'rgana olamiz. Yetarlicha vaqt davomida bu yo'nalishga amal qilsak, oxir-oqibat ichki sezim qobiliyatlari bilan taqdirlanamiz. Shunda tirik, nafas oladigan va o'zgaruvchan vujud bo'lgan sohamiz ongimizga kiradi hamda ichimizda yashay boshlaydi. Bunday kuchning hech bo'lmaganda bir qismiga ega bo'lish bizni darhol tabiatdan o'ta murakkab narsalar oldida esankirab qolgan va uni soddalashtirishga intilayotgan odamlardan ajratadi. Biz boshqalarga qaraganda tezroq va samaraliroq javob qaytara olamiz. Ilgari tartibsiz tuyulgan narsa endi ko'zimizga shunchaki ma'lum dinamikaga ega oddiy o'zgaruvchan vaziyat bo'lib ko'rinadi. Uni his qilamiz va nisbatan oson hal etamiz. Eng qizig'i, bunday yuqori darajadagi ichki sezgi kuchiga ega bo'lgan ko'plab mohirlar vaqt o'tishi bilan aqlan va ruhan yosharib boradi. Bu holat barchamizni ruhlantirishi kerak. Ular hodisalarni tushunishi uchun juda ko'p kuch sarflashi shart emas va bu odamlar o'sib boruvchi tezlikda ijodiy fikrlay oladi. Mabodo kasallik tufayli zaiflashmasa,
70 yosh va undan oshganda ham ular spontanlik, ya'ni kutilmaganda nimadir ijod qilishi va aqliy g'ayratini saqlab qola oladi. Zen ustasi va rassom Hakuyinni shu toifaga kiritish mumkin. Uning 60 yoshlarida ham chizgan suratlari hozir o'z davrining eng buyuk asarlaridan sanaladi. Ulardagi ifoda ajoyib kutilmaganlik bilan ajralib turadi. Yana bir misol ispaniyalik rejissyor Luis Buñueldir. Uning surrealistik filmlari 60 va 70 yoshga yaqinlashganda boyigandek, yanada ajoyibroq asarlarga aylangandek tuyuldi. Lekin bu holatga eng yorqin misol Benjamin Franklindir. Franklin doim tabiatan hodisalarning ziyrak kuzatuvchisi bo'lgan. Yillar davomida esa bu qobiliyat yanada o'sib bordi. 70 va 80 yoshlarda ham u tabiat hodisalari haqida qator mulohazalarini bildirgan. Hozir bu fikrlar bilan Franklin o'z davridan ancha ilgarilab ketgani aytiladi. Salomatlik va tibbiyot, ob-havo, fizika, geofizika, evolyutsiya, samolyotlardan harbiy hamda tijorat maqsadlarida foydalanish hamda boshqa ko'plab ilg'or g'oyalar shular jumlasidan edi. Yoshi o'tib, ancha zaiflasha borgani sari u mashhur ixtirochilik qobiliyatini o'ziga yordam berish uchun qo'llagan. Ko'rish qobiliyatini va hayot sifatini yaxshilash uchun bifokal ko'zoynaklarni ixtiro qilgan. Eng yuqori tokchalarda turgan kitoblarga qo'li yetmagani bois uzayadigan mexanik qo'llarni yaratgan. Asarlarining nusxalariga ehtiyoj sezib, lekin uydan chiqqisi kelmaganida hujjatdan 2 daqiqa ichida aniq nusxa chiqarib bera oladigan bosma dastgohlarni o'ylab topgan. Umrining so'nggi yillarida bildirilgan siyosatga oid g'oyalari va Amerika kelajagi haqidagi bashoratlari sabab odamlar Franklinni avliyo, sehrli kuch sohibi deb o'ylashdi. Konstitutsiyaviy kengash delegati William Pierce Franklin bilan uning o'limidan biroz oldin uchrashgan va u haqida shunday yozgan. Doktor Franklin zamonamizning eng buyuk faylasufi sifatida tanilgan. U tabiatning barcha qonuniyatlarini tushunadigan ko'rinadi. U 82 yoshda bo'lsa ham aqliy faolligi 25 yoshli yigitlarnikidek. Bunday mohirlar yanada uzoqroq umr ko'rganida anglashning qanchalar chuqur darajalariga erisha olishini tasavvur qilish juda qiziq. Ehtimol kelajakda umr ko'rish davomiyligi oshib borishi bilan Benjamin Franklin kabi odamlar yanada ulug' yoshlarda ham ijodini davom ettirishiga guvoh bo'lsak ajab emas. Voqelikka qaytish. Odamlar voqelik nimadan tashkil topgani haqida cheksiz bahslashishlari mumkin. Keling, ta'rifimizni oddiy, inkor etib bo'lmaydigan faktdan boshlaylik. Sayyoramizdagi hayot taxminan 4 milliard yil avval oddiy hujayralar shaklida boshlangan. Bu hujayralar, ehtimol ulardan faqat bittasi keyingi barcha hayot shakllarining umumiy ajdodi edi. Ushbu yagona manbadan hayotning turli tarmoqlari paydo bo'lgan. Taxminan 1 milliard 200 million yil oldin esa birinchi ko'p hujayrali mavjudotlar yuzaga kelgan. 600 million yil avval evolyutsiya tarixidagi eng katta qadamlardan biri markaziy asab tizimiga ega bo'lgan organizmlar tug'ilgan. Oxir-oqibat ular hozirda biz egalik qiladigan miya uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qilgan. Bundan taxminan 500 million yil avval Kembriy portlashi, ya'ni katta biologik portlash natijasida birinchi sodda hayvonlar, keyin esa dastlabki umurtqalilar paydo bo'lgan. Suvda va quruqlikda yashovchilarning eng qadimgi izlari taxminan 360 million yil oldinga borib taqaladi. Dastlabki sut emizuvchilar esa 120 million yil avval shakllangan. Taxminan 60 million yil muqaddam sut emizuvchilardan bizning bevosita ajdodlarimiz bo'lgan eng qadimgi primatlar mustaqil turkum sifatida ajralib chiqqan. Ibtidoiy odamlarning eng qadimgi vakillari taxminan 6 million yil oldin. Eng yaqin ajdodimiz Homo erectus, ya'ni qaddi tik odam esa 4 million yil avval paydo bo'lgan. Atigi 200 ming yil oldin anatomik jihatdan zamonaviy odam yuzaga kelgan. Uning miyasi o'lchami bugungi odam biznikidan deyarli farq qilmagan. Ushbu hayratlanarli darajada murakkab voqealar zanjirida odamlar kelib chiqqan yagona ajdod rivojlanishidagi ma'lum burilish nuqtalarini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi arxeologlar barcha zamonaviy odamlar yagona ayol ajdoddan kelib chiqqanini taxmin qiladi. Zanjir bo'ylab o'tmish tomon yurib borsak, hozirgi ko'rinishimiz, o'ziga xos fiziologik tuzilishimiz dastlabki hujayralardan boshlab ajdodlarimizning har biri bilan chambarchas bog'liq ekani ayon bo'ladi.
Hayotning barcha shakllari umumiy debochadan kelib chiqqani sababli ularning barchasi qaysidir ma'noda o'zaro bog'langan. Biz insonlar ham bu tarmoqqa chambarchas bog'liqmiz. Buni inkor etib bo'lmaydi. Hayotning ushbu o'zaro bog'liqligini oliy voqelik deb ataylik. Bu voqelikka nisbatan inson ongi ikki yo'nalishdan birida harakat qiladi. Bir tomondan ong bu munosabatlardan uzoqlashishga intiladi. Buning o'rniga obyektlarni kontekstdan ajratib, ularni alohida mustaqil mavjud bo'lgan narsa sifatida tahlil qiladi va ular o'rtasidagi farqlarga e'tibor qaratadi. Eng ekstremal ko'rinishda ushbu moyillik bilimning o'ta ixtisoslashgan shakllariga olib keladi. Bugungi dunyoda mazkur moyillikning ko'plab belgilarini, universitetlarimizda sohalar o'rtasidagi mikroskopik farqlar, ilm-fandagi o'ta tor mutaxassisliklarni ko'rish mumkin. Umumiy madaniyatimiz ham odamlar bir-biriga yaqin yoki o'zaro tutash mavzular o'rtasidagi nozik farqlarni ko'radi va ular haqida cheksiz bahslashadi. Ular harbiy va fuqarolik jamiyatini bir-biridan farqlaydi. Vaholanki, demokratik jamiyatda buni amalga oshirish unchalik oson emas. Ehtimol, odamlar va fan sohalarini bir-biridan bunday qat'iy ajratish hokimiyat egalarining ayyorona hiylasi, bo'lib tashla hukmronlik qil tamoyilining ifodasi deb ham hisoblash mumkindir. Bunday tafakkur darajasida hayot va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlik hissi yo'qoladi. Natijada o'ta ixtisoslashgan g'oyalar juda g'alati ko'rinish olishi va voqelikdan uzilib qolishi mumkin. Boshqa tomondan, miyada qarama-qarshi moyillik, hamma narsa o'rtasida o'zaro aloqa o'rnatish istagi bor. Bu odatda ushbu aloqalarni jonlantirish uchun yetarlicha bilim olishga intiladigan odamlarda kuzatiladi. Garchi bu moyillikni mohirlarda aniqlash osonroq tuyulsa-da, tarixda ma'lum bir harakat va falsafiy oqimlarni ko'rishimiz mumkin. Ularda voqelikka bunday qaytish zamon ruhining bir qismiga aylanib, madaniyatda keng yoyiladi. Masalan, qadimgi sharqda daotsizm, g'arbda esa stoitsizm oqimlari bo'lgan. Har ikkala oqim ham asrlar davomida yashagan. Daotsizmda yo'l tushunchasi, stoitsizmda esa logos, ya'ni koinotning barcha tirik mavjudotlarini yagona organizmga birlashtiradigan tamoyil bor. Mark Avreliy yozganidek, narsalar bir-biriga bog'langanini, ularning o'zaro aloqadorligini doim o'zingizga eslatib turing. Hamma narsa bir-birini xayrixohlik bilan o'ziga jalb etadi. Bir voqea boshqasining oqibatidir. Narsalar bir-birini turtadi va tortadi, birga nafas oladi va bir butunni hosil qiladi. Ehtimol uyg'onish davri bunga eng yorqin misol bo'la oladi. Ushbu madaniy oqimning ideali universal odam, bilimning barcha sohalarini birlashtirgan va yaratganning aqliy imkoniyatlariga yaqinlasha olgan shaxs edi. Balki bugungi kunda voqelikka qaytishning dastlabki ko'rinishlari uyg'onish davrining zamonaviy shakliga guvoh bo'layotgandirmiz. Ilm-fanda uning ilk manbalari Faraday, Maxwell va Einstein bilan boshlangan. Ular alohida zarrachalarga emas, balki hodisalar o'rtasidagi munosabatlar, kuch maydonlariga e'tibor qaratgan. Kengroq ma'noda olib qarasak, hozir ko'plab olimlar o'zlarining turli ixtisosliklarini boshqa sohalar bilan bog'lashga faol urinmoqda. Neyrologiyaning boshqa ko'plab fanlar bilan tutashgani bunga yaqqol misol. Buni iqtisodiyot, biologiya va kompyuter fanlari kabi turli sohalarda qo'llanadigan murakkablik nazariyasiga qiziqish ortib borayotganda ham ko'rsak bo'ladi. Tabiatdagi dinamik o'zaro ta'sirlarning chinakam konsepsiyasini yaratish usuli sifatida fikrlash doiramizni ekotizimlar darajasigacha kengaytirayotganimizda ham bunga guvoh bo'lamiz. Yana buni sog'liqni saqlash va tibbiyotda ko'pchilikning tanani bir butun tizim sifatida ko'rib, sog'lom yondashayotganda ko'rishimiz mumkin. Bu tendensiya kelajakdir. Chunki ong har doim bizni voqelik bilan bog'lashni maqsad qilgan. Ushbu tendensiyada alohida shaxs sifatida mahoratga intilish orqali ishtirok eta olamiz. Shogirdlik davrimizda tabiiyki qismlar hamda ularni farqlashni, nimanidir bajarishning to'g'ri, noto'g'ri usullari, o'zlashtirilishi kerak bo'lgan individual ko'nikmalar va ularning alohida usullari, guruhni boshqarib turadigan turli qoida-yu tamoyillarni o'rganamiz. Faol ijodkorlik davrida maqsadlarimizga moslashtirish uchun bu taomillar ustida tajriba o'tkazamiz, shakl beramiz va o'zgartiramiz, hamda ushbu tafovutlarni yo'qotamiz. Mahorat darajasida esa boshlangan joyimizga qaytamiz.
va butunlik tuyg'usini his qila boshlaymiz. Ich-ichimizdan sezamiz va aloqalarni ko'ramiz. Hayotning tabiiy murakkabligini quchoq ochib qabul qilamiz va miyaning tor soha bilan cheklanib qolishi o'rniga voqelik darajasigacha kengayishini ta'minlaymiz. Bu sohaga chuqur sho'ng'ishning muqarrar natijasidir. Aql zakovatga endi shartliroq, narsalar o'rtasidagi munosabatlarga nisbatan sezgirroq bo'lgan fikrlash tomon siljish sifatida ta'rif berish mumkin. Buni quyidagicha tasavvur qiling. Aniqlash mumkin bo'lgan eng katta farq o'zingiz va dunyo o'rtasidadir. Ichki, ya'ni sizning subyektiv taassurotlaringiz va tashqi dunyo bor. Ammo har safar nimanidir o'rganganingizda miyangiz o'zgaradi va yangi aloqalar shakllanadi. Tashqi dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan olgan taassurotlaringiz uni jisman o'zgartiradi. Siz va dunyo o'rtasidagi chegara tasavvur qilganingizdan ancha harakatchandir. Mahorat sari harakatlanar ekansiz, ko'p yillik amaliyot va faol tajribalar natijasida miyangiz keskin o'zgaradi. Bu endi o'tmishdagi oddiy ekotizm emas. Mohirning miyasi o'zaro bog'langan aloqalar bilan shu qadar boyiganki, u tashqi olamga o'xshab keta boshlaydi va tafakkurning barcha shakllari birlashib, o'zaro bog'langan tirik ekotizmga aylanadi. Miya va murakkab hayot o'rtasidagi o'xshashlikning tobora ortib borishi voqelikka qaytishning eng oliy ko'rinishini ifodalaydi. Hurmatli tinglovchi, bugun o'zingiz uchun yangi bir sahifa ochdingiz deb umid qilaman. Bilim faqat bo'lishgandagina ko'payadi. Bu loyiha ko'proq insonga yetib borishi uchun o'z munosabatingizni like va izohlar orqali qoldiring. Rahmat.